Ishkalat uyimiz Xudo xolasa Yakkasaroydan chiqdi. 2 xona, 2 ga 6 balkon, 3-chi etaj, 5 etajga 3 xona qilingan uyimiz Xudo xolasa sotuvga chiqdi. Uy yashash uchun remont qilingan. Yashash uchun remont qilingan uyni qayerdan bilasizlar, bilasizmi? Anaqa sharoitlar ko'p bo'ladi. Sotish uchun qilingan uyda kichkina shkaf, kichkina nima, xullas yashash uchun qilingan nima, bular hammasi yaxshi qo'yilgan bo'ladi. Odam o'zi uchun qilingan remont. 2 xona, 2 ga 6 balkon, g'ishlik, 264-dom. Chilonzor metrodan bitta liniya, Bobo kafe bor edi. Yo'lda 100 da joylashgan. Kassadan qarshiladigan bo'ladi. Kassadan qarshiladigan bo'ladi, kassadan tashib qo'yaman. 2 xonalik uy. Xo'p, kirib kelishini ko'rdik. Boshqatdan ko'rsataman. Bismillah. Kirib kelganda koridor, kengish, yonida sanuzel. G'ishlik domlarda bilasiz, sanushon bo'ladi. Uy rostakimga yashash uchun qilingan, sotish uchun remont qilinmagan. Chunki har bitta narsa yaxshi narsalar qo'yilgan. Bu yerda zal, smart televizorlar bilan, bu yerda konditsioner, bu yerda spalnisa. Katta bemalol garchilik ishlayapti. Bu yerda televizor, bu yerda konditsioner, xullas plisoslargacha. Uy full paketda. Yakkasaroyda yaxshi joy, 3-chi etaj, o'zini parkovkalari bilan 2 xona, 3 xona qilingan, eng katta 2 xonalik kvadratlardan bittasi mana shu. Oshxona bo'lgan bu, oshxona. Balkon ko'chirilganda bu yerga bitta detskiy xona qilingan. O'zini shkaf narsalari bilan. Balkon yarmi. Kimdir mehmonga kelib qolsa, bitta karavot qo'yib yuborilgan. Balkonda yarmi esa oshxona. Qalin kattaligini ko'rdingizmi? Narxiga keladigan bo'lsak, bu atrofda bilasizlar, Yakkasaroyda uylar Chilonzorga qaraganda ozgina qimmatroq. 90 sal qarab yo'q qilib 90 ming atrofda turgan ekan. 90, 88, 89, 87, 86 kerak emas. Alloh barakasini bersin, hamma narsasi qoladi. Kalsraz natasida beriladi. 85 mingga bera olamiz.